Sharq bahori. Bu shunchaki shahar emas. Bu uyg'onish. Tabiat va zakovat qo'l berib ko'rishgan ajib makon. Shovqin o'rnini osudalik, tutun o'rnini toza havo egallasa. Bu yerda har bir nafasda musaffolik, har bir nigohda yashillik bor. Vaqt eng oliy ne'mat. O'sha qimmatli daqiqalar endi farzandingiz tabassumiga, kitob sahifalariga, oila mehriga muhrlanadi. Ekologik toza ulovlar ona tabiatga ehtirom ramzi. Shaharning barcha hayotiy tizimlari, kommunikatsiyalar yer ostiga, zamin qa'riga yashirilgan. Yuksakda esa faqat musaffo osmon va yashil manzara. Bu yerda yomg'ir faqat go'zallik keltiradi. Noqulayliklarni unutasiz. Uyingizning tekis va shinam ostonasi sizni har qanday ob-havoda mehr bilan qarshi oladi. Har qadamda qulaylik, har mahallada ziyo. Bolalar kulgusi yangragan maydonchalar va aqlli texnologiyalar. Temirdagi zakovat robotlar inson og'irini yengil qilish uchun xizmatda. Aqlli chiqindi yig'ish tizimi bu tabiatga ehtirom va pokiza hayot kalitidir. Bu yerda masofalar mazmunni o'zgartiradi. Ishxona, maktab yoki hordiq maskani, shaharning istalgan nuqtasidan kerakli manzilga bor yo'g'i 15 daqiqalik piyoda yo'l. Aqlli uy esa tabiiy resurslarni tejash, odilona energiya taqsimoti va tabiatga hurmat ramzidir. Anhor esa shaharning titrab turgan yuragi. Unga yetish uchun masofalar to'siq emas. Sharq bahori, baxtning yangi manzili. Kelajak shu yerda yashaydi.